Do'stlar, bugun sizlar bilan men Proxus bugungi videoda biz mana bu o'ynaymiz. Qaranglar, bu videoni chiqarishimdan maqsad hali kommentariyada 0 bo'lib turibdi. Hech kim kommentariy yozmabdi qaysi o'yin o'ynashimizni va endi shu qaysi o'yin o'ynashimizni yozib qoldiringlar. Kanalga like va obuna bo'lsangizlar chiqmasin. Men yangi Matiz oldim. Mana shu Matizga endi bitta Malibu 1 qilib yuboramiz-da bolalar, qaranglar. Rossiyani o'yini kim bilsa, lekin zo'r o'yin ekan Rossiyaniki. Versiya yangiladi, mana Malibu 1 200 mingga berar ekan. Tuning qilingan. Tomi ham yo'q qilsa bo'ladi. Malibu 1 olmoqchiman, qaranglar. Chetga mashina ekanman. Malibu 1 ikkisi yoqmadi menga. Ikkisi to'g'ri akuladir, lekin qaranglar, Maliki deb qo'yibdi ikkisida. Birida ham Maliki deb qo'ygan. Nima bu endi? Qaranglar, juda ham chiroyli. Malibu 1. Mana shu Malibu 1 ga bugun pul yig'amiz. 11 ming pulim bor. Hozir endi shuni 11 ming pulni ko'paytiramiz endi. Bombali qilamiz. Ikkita o'nlama qilamiz, endi bosamiz endi. Shunaqangi zo'r jo'rab ko'rasizlar hozir. O'zini o'qotish ham zo'r ekan lekin. Voy bilet. Mana sekin yursa bombasi portlaydi. Ichini ham ko'rsataman hozir. O'z ichim haqiqatda Matizga. Hoppa, shashkiga ham mini mashina deydi-ku shunaqada. Chut yuradi, men hozir shashka qilyapman. Voy bilet. Zo'r narsa qilaman hozir. Shunaqangi zo'r ish qilaman. Tashlashni qilaman, qaranglar. Bilet. Qilaman, qayta o'qishni oladi. Vagon qo'ytaman mashina. Ikki o'yin vagon qo'ydim. Shashka ketdi. Oy. Drift rejimini yoqdim. Jallalla, voy bilet, toyib ketdi. Tashqaridan toyib ketsa qanday ko'rinasiz, ko'rsataman bo'lmaz. Drift rejimini yoqamiz. Matizi. Voy bilet, ketdi biziz. Haqiqat zo'r mashina ekan Matiz. Tuning qilinmaganini oldim. Tuning qilingan menga yoqmaydi. Juda holatdagisini olib kelibdim. Bez rasxod qilinmagan yangi. Olib keladi, rasxod qilinadi, yoqmaydi. Malibu 1 yoqtiraman, chiroyli.